Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bugungi xizmatimiz shu yerda bo'lar ekan. Yakkasaroy tumanida mana bog' bor ekan, charxpalayda qaranglar kattaligini. Shu joyda bugun xizmatda ekanmiz. Qarang, atmosferaga e'tibor bering. Mana bu yoqda Yakkasaroy tumanidagi Osiyo Grand to'yxonasida ekanmiz bugun. Mana juda ham ajoyib to'yxona ekan. Bu yerga Yulduz Usmonova, Botir Qodirov, hatto Ozodbek Nazarbekov ham kelar ekan bitlarga to'yga. Juda ham go'zal joylar ekan. Mana shu Yakkasaroy tumanida ekan. Navro'z bog'i bor ekan mana shu yerda. Kelib aylanib ketsalar bo'laverar ekan bemalol. Qaranglar bu atmosferani go'zalligini. Shaharsozlik juda ham rivojlangan joylar Yakkasaroy tumani. Charxpalayda qarang kattaligini. Bulutdan qaytib kelayotganga o'xshaydi. Navro'z bog'i. Qaranglar, juda ham ajoyib atmosfera. Go'zal joylar. Osiyo Grand to'yxonasi o'ta qimmat to'yxonalardan biri ekan bu. Bu yerda biz xizmatimiz bor ekan, ishlaymiz ekan shu yerda. Qanaqa ish misol? Yordamga kelibmiz san'atkorlarga. Soat 7 ga to'y ekan, hozir soat 12 bo'ldi. Biz kelib tayyorgarlik ko'rib, taraddud ko'rar ekanmiz va to'y boshlanar ekan. Bu Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida, Yakkasaroy markazida joylashgan to'yxonalardan ekan. Shuning uchun o'ta qimmat to'yxonalardan ekan. Lekin atmosferasi juda go'zal. Ichki qismlarini videoga olish mumkin emas ekan. Shuning uchun men sizlarga ichidan video qila olmadim. Qaranglar mana. Juda ham ajoyib go'zal joylar. Bugun mana 23-may shanba kunga to'g'ri keldi. Bugun kunimiz hammamizga fayzli, barakatli bo'lsin. Go'zal joylar. Tayyorgarlik ko'rilyapti. Shularga yordam beramiz. Rassomlarga yordam beramiz aka, personaj. Shu yordam beramiz aka. Shu holat mana. Hammalaringiz omad, sog' salomat bo'linglar.